Uyimizni sochsi 259, narxi 65 ming dollar deyilyapti. Ozgina kam bor. Uyning ichini ko'ramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bozor O'sh Realtors agentstiyasini kuzatuvchilari, bizda bugun yangidan kvartiramiz sotuvga chiqdi. O'sh shahrini sentrlaridan Sochi kichkina bo'lsa ham, Gorodda sentridan uy istab yurgan opa-akalarimizga juda ham qulay variantlarimiz sotuvga chiqyapti bugun ayniqsa. Xo'p do'stlar, bugun bu yoqqa kirganimizda bu yer hovli, teba hovli tomoni bo'lar ekan. Yurganimizda bu yerda 3 xona uyimiz, koridori ichkariga kirimiz ekan. Ayni sabablarga ko'ra realniy klientlar bo'lsa, olib kelib ko'rsatib, bonuscha aylantirib ko'rsatamiz. Xo'p, kiraveramiz. Bu yoqqa yurganimizda bu yerda shunaqa bir pomisheniyamiz bor ekan. Yopiq naveslari bilan. Keyin bu yerda 2 xonali uyimiz. Men tashqaridan foto ko'rsatib qo'yamiz. Do'stlar, shahardan uy olganda nimasi plyus deydigan bo'lsalar, plyus taraflarining eng kattasi kommunikatsiyasi hammasi sentralli bo'ladi. Bu yerda svet o'chish, suv to'xtab qolish yokida kanalizatsiya problemalari ham bo'lmaydi. E'tibor berib qarayotgan bo'lsalar, bu yerimizda o'sha gazlar ham polностью kelgan, uyimizda hamma sharoitlar bor. Keyin glavniylardan suvlarimiz ham o'zangi oqib turadi. Uyimizda ikkita eshigi bor, bu yerdan ham bir kichkinagina dachasi bor. Buni mahallaga ko'rsatib qo'yamiz. Mahallaga bir dachamiz bor. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Ilinji yokida chiqqanimizda keyin bu yerdan yana bitta katta rovoti bor. Bu yerdan kichkinagina bitta mashina sig'adigan kichkinagina joychamiz ham bor. Sizlar bilan Uy bozor O'sh Realtors agentstiyasining komandasi bo'ldi. Do'stlar, sizlardan like, kommentariy, podpiska, bizdan esa shunaqa arzon shaharda ichida uylar va keklar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Do'stlar, hozirgi ko'rgan uyimizda orientirovkasini aytib ketsam, bu ko'chamiz Zakirova ko'chasi bo'ladi. Zakirova ko'chasidan kelganimizda, xo'p, kelyapmizda, mana bu yerdan o'ng tarafga burilamiz. Burilganimizda bu ko'chamizning atalishi Moldoniyazova ko'chasi bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan oq rovotlar esa 161-uy.